Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli birodarlar. Bugun biz Xudo xolasa haqiqiy omad kaliti qayerda ekanligini va sirlari haqida gaplashamiz bugungi videoda, Xudo xolasa. Bu xohlagan liboy bir sohada ishlaydigan odam bo'lsin, bloger bo'lsin, hammasini foydali video bo'ladi, Xudo xolasa. Siz videodan uzoqlashmang. Bo'lsa boshladik. Haqiqiy omad kaliti nimada? Haqiqiy omad kaliti men o'zim o'qigan Savdogarlar ustozi kitobida, Savdogarlar ustozi kitobida yozib qo'ydi, yozilgan yeri bor. Shunda aytib qo'ydi, bizning bosh mazhab boshimiz Imom Azam, mana ko'pchilik tanisa kerak. Imom Azam bosh mazhab boshimiz shu shogirdlari Abdulloh ibn Muboraka shunday nasihat qiladi. Bulara haqiqiy nasihatim aniq bo'lishi uchun kaliti qayerda degan savolga javob berish uchun bosh mazhab boshimiz Imom Azam haqiqiy omad kaliti to'g'risida Imom Azam shogirdlarini olib boradi ekandan, xurmo bog'i bo'ladi ekanda buni katta. Misol uchun bir harqasida bir 2-3 gektardan xurmo bog' bor ekanda, 1 gektar, 2-3 gektar xurmo bog' bor ekanda. Sho'ra olib boradi bu shogirdlarini. Haqiqiy omad kalitini haqiqiy neda amaliyotda ko'rsatib berish uchun shu bog'i olib boradi ekanda bu. Shu haqiqiy omad kalitini bildirish uchun shogirdlarini shu bog'i olib boradi ekanda bu. Xurmo bog'i. Keyin shogirdlarni aytadi ekan. 3 xil bog'ni ko'rsatadi ekanda. Munda deydi ekan bir bog', ko'rdingizmi deydi. Havo. Ko'rdingizmi? Qurib yani 20-30% meva berib turibdi, ko'rdingizmi deydi. Havo. Ha, ko'rdik. Keyin bergini ko'rdingizmi? O'rtacha 50-60% hosil berib turibdi, qolgani ana xolos emas. O'rtacha. Uchinchisini ko'rdingizmi deydi. Uchinchisini deydi. Shu uchinchisini ko'rdingizmi deydi. Ha, ko'rdik deydi. Qarasalar gullab, yoshnab, mevalar ham berib, o'pshim, qaqshab gullab yoshnayapti ekanda. Uchinchi bog'. Bunun sababini aytaymi sizlarga deydi. Shogirdlarni aytadi ekan. Ha, ayting ustoz deydi. Eldan bir sizlar o'zlaringizni fikrlaringizni aytinglar deydi. Nima uchun shunday bog'lar? Bir aytinglar deydi. Bir soatga bu birinchi minutni yaxshi etmagan, unda etmagan, yaxshi qaramagan degan, bu o'rtachasi o'g'am chala qaragan, yarim yarti, xullas, va hokazo shuni javoblarni beribdilar. Doğru javoblaringiz bir hisobdan to'g'ri, lekin baribir haqiqiy bir aniq buni javobi bor debdi shogirdlarini. Buni haqiqiy javobi bu ko'rgan birinchi bog'laringiz bormi debdi. Birinchi bog'laringiz bormi debdi. Havo. Qurib yotgan bog'. Havo debdi. Bu bog'ni qurib yotgani, yaxshi meva bermay turganning sababini aytaymi debdi. Aytinglar. Buning sababi bu bog'ni egasi hammadan kech kelar edi dedi. Hammadan erta ketar edi. Birinchi sababi, ikkinchi sababi issida kelmas edi, uyinda yotar edi, issida, sovuqda sovuq deb kelmas edi bu. Ana shuncha bog' bola kelib qoldi bu. Hozir shu odam mardikorlik qilib yuribdi debdi. Gördingizmi? Bu
o'rtacha bog', o'rtacha. O'rtacha bog'ni uchun o'rtachalikni aytaymi debdi. Bu o'rtacha bog' meniki debdi Imom Azam. Imom Azam bosh mazhab boshimiz, qo'lida yuzlab, minglab o'quvchilar bo'lgan, bolalarni o'qitgan, shu diniy ta'limotdan, ilmiy, dunyoviy ilm, xullas savdogarlikdan ham ilm bergan, xullas o'rgatgan shogirdlari bo'lgan. Shuning uchun bog'i bo'lgan, lekin odamlarga topshirib qo'ygan. Shuni aytadi. Imom Azam aytadi, bu o'rtacha bog' dedi, meniki dedi. Bizlarniki dedi. Lekin men dedi, men shu ishlarim ko'p bo'lgani uchun, ilm majlislarida bo'lganim uchun, men kelolmaganim uchun kimlardir topshirganman ishchilar ko'ngillab bajarmagani uchun baribir ishchi oyligini biladi, oladigan bir haqqini biladi, pulini biladi, ko'ngillab qaramaydi ishingizni dedi. Ana shuning uchun bizniki o'rtacha dedi. Sabab. Yine bu üçüncü bağımız dedi. Üçüncü bağımız. Ne için güllep yaşına bir hatta azı boy gitti. Bunun sebebini ama aytayım mı? He aytın debdi şagirdlari ustozina. Bunun sebebi güllep yaşına boy gitishine sebep. Bu hemmeden erta geleredi dedi. Hemmeden geç gitaredi uyine. Daraxtları, xurmaları qurusa dedi, derim koparıp, köylep koparıp taşap o'rnuna yengiden alıp gelip nelleredi dedi. Bir-birleri kuracak bolsa şaxaları derim kesip, doğulap, perverişlep, tiylerini köylep, o'g'itlar taşap, dersler taşap, chiroyli etib perverişli dedi. Ina shuning uchun hozir minatni qildi, chiroyli, keyin namozlarini ham vaqtida chiroyli o'qiydi dedi, ibodatlarni qiladi dedi. Ina qarabsizki, gullab yashnayapti, boya ketdi hozir. Eng boya shu dedi, xurmo bog'da. Demak, hissadan hissa shuki, haqiqiy omad kaliti nimada ekan? Imom Azam aytadi, haqiqiy omad kaliti omadsizlar qilishga erinadigan ishlarni qilishdadir dedi. Ya mardikor dedik-ku, qurbiyatda dedik-ku, birinchi bog'. Shu qurbiyatda hammadan kech keladi dedi, hammadan erta ketadi dedi boshda, keyin so'ngida chiqmaydan qo'ydi. Issida chiqmaydi dedi, sovuqda chiqmaydi dedi. Shuni sababidan buni bog'i qurib qoldi, 20-30% dehqonchilik qoldi. U ham ana xolos emas, shuni hisobına mehnat etmagani hisobına yalqovlik qilgani hisobına hozir mardikor bo'lib dedi. Mardikor dedi. Ko'rdingizmi? O'rtachasi bizani bog' dedi, o'zini bog'i bo'ladi, ishchilarga topshirgan, ishchilar yaxshi qaramagani uchun 50 ga 50 bo'tirdi. Üçüncü o'zi qaraydi, ham namozlarni, ibodatlarni vaqtida qiladi, ham chiroyli qaraydi. Qarabsizki, gullab yashnab boya ketgan. Qurusa o'rnidan ekkab nellagan, o'g'itlarni bergan, darslarni tashlagan, qarabsizki, chiroyli bir bog' bo'lgan. Haqiqiy omad kaliti omadsizlar qilishga eringan ishlarni qilishdadir va noqulay degan nafsga yoqmaydigan ishlarni qilishdadir dedi. Nafsga yoqmaydigan ishlar odamni muvaffaqiyati, omadli bo'lishina yordam beradi. Bular hammasi sabablar ham Alloh taolaning o'zi nima qiladi? Boshqaradi, xullas, lekin sabablarni qiling bandam dedi. Sendan harakat dedi Alloh taolo, mendan barakat dedi Alloh taolo. Ana shunday. Sabablarni chiroyli qilavish kerak, davomli bajarib borish kerak. Blogerchilik ham xuddi shu asosda amal qilsangiz, shu videoni, shu gaplarni, shu so'zlarni yozib qo'ysangiz, shu gaplarni chiroyli pauza berib, chiroyli yozib qo'ysangiz yo tomosha qilib, yaxshilab yodlab qo'ysangiz, shu esqatadi hamma ishingizni. Kim 5 vaqt namozini o'qib, chiroyli vaqtida
Zakatlarını, ihsanlarını berip, ağayın doğanlarına, qarindaş doğanlarına ihsan qılıp yürsə Xuda xalasa. Pulu barmı, yo'qmu farqı yo'q. Şu tapgan pulunuzun bir 5-10%'ını ihsan qılıp yürüversiniz. Ana şunda size ahmet özü Xuda xalasa Allah Taala özü beredi. Blogerçilikten liboy karını qılsanız, biznes qılasınız farqı yo'q. Hemmesinde iş şu, 1000'den 1000 işliydi. 1000'den 1000 işliydi. Fakat davami mehnat qilish kerak, to'xtamin ijod qilib borish kerak. Fakat davami bajarish kerak. Ana shunda bo'ladi. U birdan to'xtab qolsangiz, yo boshqa qilsangiz, u o'xshamaydi u. Asosiysi davomiylikda, to'xtab qolmaslikda. Masalan, bloger bo'lmoqmisiz? Haftada bo'lmadi endi 2-3 video kattasidan tashab borish kerak. 2-3 video. Qani iloji bo'lsa kunda. Tashab boraverasiz. Kamida 100 video chiqargandan keyin normal bo'lib ketishi mumkin. Gapiralarda 1-2 videodan o'xshab ketishi mumkin. Va hokazo. Birovda 10 videodan o'xshab ketishi mumkin. Birovda 1 videoda, birovda 100 videoda o'xshab ketishi mumkin. Va hokazo. Asosiysi davomiylikda. To'xtamay davomiy mehnat qilib boraverasiz, sabablarni qilasiz. Natija Allohdan. Mana ko'proq shunday bloger bo'lajak bo'lgan do'stlaringiz bormi? Qanday? Liboy odam, liboy kasb egasi bloger bo'lsa bo'ladi. Keyin agar sho'radan ko'rgan bo'lsangiz, menda blogerlik kurslarim mavjud. 100 ga yaqin videolarim bor. VIP tariflarim bor, premium va oddiy tariflarim bor. Bemalol ekranda nomerlarni qo'yamiz. Telegram, WhatsAppda aloqa chiqasizlar. Kurslar pulli bo'ladi. Hammasi kanal analiz qilish va hokazo kanal rivojlantirish keyin agar monetizatsiyani oshirgan bo'lsangiz, soliqini to'g'rilab berishim mumkin. U ham kelishilgan holda keyin Swift ne bankdan qog'oz ochtirib kelasiz, plastik viza karta kelasiz, uni ham bog'lab berishim mumkin. Bu xizmatlar ham mavjud bo'lsa. Shu yerda ekranda nomerlarni qo'yamiz. Telegram, WhatsAppdan aloqa chiqaverasizlar. Hammasi kelishilgan holda qilinadi. Hammasi arzon menda. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Siz uni ko'proq do'stlaringizga, shunday bloger bo'lajak bo'lgan qarindoshlaringizga tarqatib ulashib qo'yaveramiz. Kommentariyada savollaringiz bo'lsa, fikrlaringiz bo'lsa yozib qoldirishlaringiz mumkin. Siz e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.